Assalomu alaykum. Dorivor o'simliklar haqidagi berib borayotgan ma'lumotlarimizni davom etkazamiz. Bugungi o'rganadigan dorivor o'simliklardan bu Mojito. Mojito o'simligi labguldoshlar oilasiga mansub o'simlik. Buni juda ko'p avlodlari bor. Avlodlari eng ko'p uchraydigan dalalarda, atrofimizda ko'p uchraydigan shu o'simliklardan bu oddiy yalpiz, tog' rayhoni va mana shu Mojito. Buni ko'chatini o'sha Toshkentdan bir akamizdan olib kelgan edim. Hozir ko'payib joyga ekkanman, shunday tomorqamga yoyilib, ko'payib o'sib boryapti. Labguldoshlar oilasiga mansub bu demak Mojito eng shifobaxsh o'simliklardan biri hisoblanadi. Hozir mana bugun bun bilan onajonim bilan birgalikda dorivor o'simlikdan o'sha iste'mol qiladigan darajaga yetadigan qilib maydalab barglaridan, poyasidan va mana shunday gullaridan foydalanib kesib buni soyada quritish maqsadida hozir harakat qilib turibmiz. Men daladan o'rib chiqdim. Tomorqadan o'rib chiqdimda hozir buni satrobka qilib chiroyli qilib mana shu holatga olib keldik. Buni o'sha yomon joylarini olib tashladik va mana shu holatda, toza holatda yig'ilgan nimani shu maydalash ishlarini olib boryapmiz. Mana bu jonim bilan bu jonim birga ekalamiz. Maza qilib buni yoqtiramiz, bunaqa narsani doimiy onam bilan birgalikda shug'ullanamiz. Endi buni dorivorlik xususiyatlari haqida aytib o'tadigan bo'lsam, ovqat hazm qilishda, me'da, ichak, oshqozon kasalliklari va undagi stresslar yoki og'riqlarni qoldirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari tinchlantiruvchi xususiyati bor. Bu o'sha inson o'sha nima deydi? Nerv holatda stressga uchrasa yoki bo'lmasam bir bajag'irroq bo'lib nimaga bo'lsa asabiylashadigan bo'lsa, mana shuni damlama choylarda ichadigan bo'lsa tinchlantiradi, odamga rohat baxsh bo'ladi. Bu yana bir xususiyatlardan biri. Demak, bugun buni haligi yara bo'lsa, masalan, yalg'landa birorta joyingiz shikastlansa o'sha yerga ezib buni suvini qo'ysangiz malham bo'lar ekan bu uchun. Juda foydali ekan. Nihoyatda foydali xususiyatlari juda ham ko'p. Undan tashqari agar biror joyingiz og'riyib turgan bo'lsa, buni shu malhamini suvini ezib, qovunchada ezib qo'ysangiz og'riqni qoldiradi ekan, qarang. Shuning uchun bu o'simlikda dorivor o'simliklar sirasida doimiy foydalanadigan biz bu o'simlikdan foydalanishimiz kerak. Buni salqin joyda yaxshilab quritamiz. Quritib katta bakalashkalarga yoki bo'lmasam shisha 3 litrli bankalarga chiroyli qilib solib ustini berkitib qo'ysak, yillar mobaynida qishi bilan to keyingi yozgacha bemalol bizga foydasi tegadi. Endi buni yana juda zo'r xususiyati bor. Kompot qilamiz-ku. Kompot qilganda shu kompotlarga mana shu bir chimdimini bankaning ichiga solsangiz, shunaqa shirin hidi keladi, ta'mi keladi. Kompot ichganingizda maza qilasiz. Keyin buni iste'mol qilish asosan choynakda choy damlab, xuddi choyni qanday damlasangiz bu joy. Xuddi shunaqa qilib damlab ichilaveradi. Shuning uchun lekin yana bitta ma'lumotni aytib o'tib ketaman. Doim ichib bo'lmaydi bu joy. Doim hali ko'k choyga o'xshab doim ichib bo'lmaydi. Haftada 2 marta tavsiya etiladi. 2 marta ichiladi. Har doim ichib bo'lmaydi. Dalinani tushiradi, keskin tushirib dalinani. Dalinani tushirib yurak faoliyatini sustlashtirib qo'yadi, urishdi. Doim ko'p ichsangizda bu, doim ichadigan bo'lsangiz shunaqa. Shuning uchun bu o'simlikda me'yorida foydalanib, me'yorida ichish tavsiya etiladi. Bu asosan
bedaga o'xshab shu 60-80 santimetr bo'y berib o'sadi. Shunday o'sha olmamni tagida, anorimni tagida bujon shunday o'sib yotibdi. O'shalar hozir o'rib olib chiqdimda. Mana shu hozir mana shu ishlarni olib boryapmiz. Dorivor o'simliklarda doimiy foydalaninglar, dorivor o'simliklardan. Tabletka, ukol, kimyoviy dorilardan imkon qadar qochish kerak. O'zimizni tabiiy o'rik, shoftoli, bujon mana shunday maxito o'simliklari, dorivor o'simliklardan doim foydalanishni tavsiya etamiz. Bujon hozir yaxshi ekan-da. Hozir ayniqsa yozda juda mazali bo'ladi. Kun qancha jazirama issiq bo'lsa bujon, shuncha buni foydasi katta bo'laveradi. Endi doim ichmaslik kerak. Doim ichsangiz sog'lig'ingizni oshirib, oshqozon ichak nimasini faoliyatini buzib qo'yadi, oshqozonni o'rtib qo'yadi. Ko'p ichaversangiz, ki davleniyani tushirib olish mumkin. Shuning uchun me'yorda ichilsa, qonni suyultiradi bu jon. Qon devorlarini mustahkam qiladi, egiluvchanligini oshiradi devorini. Qon tomiri egiluvchan bo'lsa bu qon ravon oqadi-da. Tushundingizmi? Ravon oqadi. Demak, shu foydali tomonlari katta. Endi qaysi paytda bu o'riladi? Mana shu ayni gullagan paytda, gul pishish payti, mana shu paytda dorivorlik xususiyati eng kuchaygan payti mana shu payt. Eng kuchaygan payt. Bundan oldin, bundan keyin bo'lmaydi bu. Mana shu gullab, mana shu holatga keldimi bu? Mana shunda juda ham foydali xususiyatlari ko'p bo'ladi. Shu hidi ham kuchli-da, juda ham kuchli. Mana shunday dorivor o'simliklarga bizda tomorqachilik kanalimizda kuzatib boringlar. Barcha ko'p kerakli ma'lumotlarni berib boramiz. Bujon sizni o'zi nimangiz? Uyimizdagi shponingiz ham pishib deb qoldi ko'p. Ozgina bor, Xudo xolasa uni ham bir o'ta shifobaxsh, juda ham shifobaxsh. U endi qo'yavermang endi uni. Allambalo xususiyatlari bor. Ular haqida ham to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bujon sizga katta rahmat, sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, duogo'y bo'lib, mana shunday dorivor o'simliklar bilan odamlarga shifo berishda charchamasdan ko'rsatmalarni berib yuravering. Bujonim, sog' bo'ling. Canım sağ olsun seni. Bunu sevoshga solamizda, sekin salqinda quritamiz bujon.